Ketmon ishlatilaversa yeyilib ketadi, yarimta bo'lib qoladi, ishga yaramaydi. O'rtacha dehqon xo'jaligida bahordan kuzgacha 5-6 ta ketmon ishdan chiqadi. Yangi ketmon falon pul. Ishdan chiqqan ketmonni tiklash, ya'ni peshlatish 2 barobar arzon tushadi. Dehqon yangi ketmon sotib olmay, bo'sh vaqtida eskisini peshlatib qo'yadi. Shuning uchun qish kirishi bilan temirchiga ish yog'iladi. Dadam chapdast ustalardan bo'lib, bir kunda 16 taga yetkazib ketmon peshlar edi. Dadam ketmonni tez va yaxshi peshlash ustiga xat bilishi, nazarimda bozor boshidagi usta Turdalining nonini yarimta qilib qo'ygandi. Peshlangan ketmon bir-biridan farq qilmasa ham, dehqon o'z ketmonini olgisi kelardi. Usta Turdali ketmonni olishda unga har xil belgilar qo'ysa, dadam po'lat qalam bilan ketmonning yelkasiga egasining otini yozib qo'yar. Dehqon xat bilmasa ham bunga juda qiziqar, xursand bo'lar edi. Buvaydining to'ngak ko'chiradigan shamollari qattiq sovuq olib keldi. Har o'pqini bir jahon sovuqday mayda-mayda shakar qor yog'di. Sovuq kundan kun zaptiga olib daraxtlarning shoxlari bulduruqdan egildi. Musichalar tap-tap tushib o'laverdi. Shogirdimiz kulali do'konda yotolmay chilon qorning qarollari bilan uning og'ilda yotib yurdi. Biz kunduz kuni do'konning eshigini berkitib, chiroq yoqib ishlardik. Mana shu kunlarning birida ko'chadan xotin kishining chinqirib dodlagan tovushi eshitildi. Hammamiz yugurib chiqdik. Bozor boshi tomondan dumi qisiq qora bir itni quvlab kelgan olomon to's ur deganicha o'tib ketdi. Odam yig'ildi. Muzlab, afti burishib yotgan anhordan nari ko'chaning o'rtasida yosh bir juvon yotar edi. Kimdir, "Ya, Babarning xotini-ku" dedi va qo'rquvdan, og'riqdan behush bo'lib yotgan juvonning yuziga sariq qiyig'ini yopib qo'ydi. Juvonni ko'tarib uyiga iltkani bolalarning kuchi yetmas, kattalar esa nomahram edi. Kimdir Babarni aytib kelgani chopdi. Juvonning quymichi va boldiridan oqqan qon qorni qizartirib bug'lanib turar edi. Hayal o'tmay Babar yetib keldi va xotinini dast ko'tarib uyiga olib ketdi. Bolalar birimiz suvga olib chiqilgan ko'zaning sinig'ini, birimiz juvonning qovushini, yopinib chiqqan to'nini olib uning ketidan ketdik. Babar xotin samovarchining xizmatkori bo'lib, xotini bilan xo'jayinning tashqisida turar edi. Babar xotinni avaylab sandalning chetiga yotqizdi. Xotini hushiga kelib ingradi. Qo'shni xotinlar kirib kelishdi. Bulardan shaddod bir kampir Babarning qiyig'ini yechib oldi, ikkiga bo'ldi. Is bosib bog'lash kerak, darrov istop dedi. Babar tovondan vassa bo'yra shipdan is yig'ib kampirga berdi. Kampir yaralarga is bosib bog'ladi. Juvon anchadan keyin ko'zini ochib vahima ichida "Quturgan iditi shekilli" dedi. "Quturgan it bo'lsa nima bo'libdi? Ering teshik toshga olib boradi" dedi bir kampir. "Teshik toshdan 2 marta o'tsang, ko'rmaganday bo'lib ketasan" dedi. Keyin o'zi bormagan, ko'rmagan bo'lsa ham teshik tosh haqida ezmalanib gapirib berdi. Teshik tosh uzoq, Bachqirdan ham nari. Bulut suv ichadigan daryoning bo'yida. Ovchilar shu daryoda bulut ovlashadi. Suv ichgani tushganda otib olishadi. Har o'q uzilganda supraday bulut uzilib tushaveradi. "Oboraman. Xudo xohlasa albatta oboraman" dedi Babar. 10 kundan keyin Babar xotinni Olqordagi ammasinikiga olib ketdi. Shu ko'yi o'zi ham g'oyib bo'ldi. Oradan 10 kuncha o'tgandan keyin bozor kuni quloqlarini oq qiyiq bilan bog'lab olgan Babar 2 yelkasida obkash, qo'sh quloqlarida qatiq, chambaraklardagi kosa va shokosalarda qaymoq, xalta va xaltachalarda qurut, suzma ko'tarib do'konimizga kirib keldi. U bozorga o'tib ketayotgan ekan, dadam bilan salomlashgani, undan ham ko'ra sovuq o'tib ketgan oyoqlarini isitgani qayrilibdi. Uning cho'ziq yuzi xiyla so'ligan, katta-katta ko'zlari kirtaygan, qo'llari kir, kiyim boshi bir ahvolda, aftidan kuni tug'i g'am koyish bilan o'tib, o'ziga qarash ham yuragiga sig'mas ekan. Kulali oq tarashadan gulxan yoqib berdi. Oldiga 2 ta jirish non, bir siqim jiyda qo'ydi. Uning aytishiga qaraganda xotini kechalari bilan ingrab chiqar. Babar uni tezroq teshik toshga olib borib, azobdan qutqarish uchun pul yig'ayotgan ekan. Olqordagi sigirlik, lekin bozorga qatnolmaydigan odamlar qatiq qaymog'ini va bozor o'charini Babarga topshirib, uning xizmati badaliga xol-baqudrat bir nima berishar ekan. Babar hozirning o'zida ro'zg'ordan orttirib 8 tanga naqd pul qilib qo'yibdi. Yana 5-4 tanga orttirsa xotinini olib beto'xtov teshik toshga jo'nar ekan. Babar isinib non jiyda bilan qorni to'yg'aza xuddi qari odamday hammamizni duo qildi. Qatiq qaymoqlarni ko'targanicha bozorga tushib ketdi. Bozor qaytish mahallida kimdir Babar o'g'irlik qilib qo'lga tushdi degan xabarni topib keldi. Bu aqlga sig'maydigan gap edi. Dadam voqeani bilib kelish uchun meni bozor boshiga yubordi. Bozorda odam siyrak, timdan beriroqdagi ko'chib ketgan miskarning do'koni oldida odam, ko'proq bolalar to'planib turishibdi. Qudrat Cho'loq degan poyaka odamlarga kuyib pishib gap ma'qullayapti. Bozorni aylanib yuradigan poyaka voqeadan boshdan oyoq xabardor ekan. Babar oxirgi 2 xurma qatig'ini sotib, xaridor xurmani bo'shatib kelguncha, qaymoq bozoridagi katta tolning tagida turgan ekan, kappon tomondan hayqiriq, "Ushla, ushla" degan tovush eshitilibdi.
Bir guruch xaridordan pul olayotganda birov pulga chang solib olib qochibdi. O'g'rining sherigi bo'lsa kerak guruchni o'g'ri qochgan tomonga emas, qaymoq bozor tomon yo'llabdi. Es-hushini yo'qotib qo'ygan guruch to'g'ri kelib Babarning yoqasidan ushlabdi. Qo'rqib ketgan Babar guruchni dast ko'tarib boshidan oshirib tashlabdi. Guruch o'rnidan tura solib, jon achchig'ida dod solibdi va yana Babarga yopishmoqchi bo'libdi. Babar bir urib uni ag'daribdi. Voqeadan bexabar xalq o'zidan katta va sallali odamni urayotgan Babarni ushlabdi. Ot qorovulni chaqiribdi. Ot qorovul uni ko'chib ketgan miskarning do'koniga qamab qo'yibdi. Hozir Amin kelib uni so'rash kerak ekan. Aminni chuvalib ketgan sallasini qo'ltiqlab olgan guruchning o'zi topib keldi. Amin Babardan gap so'ramay netmay boshiga, yelkasiga bir necha qamchi urdi. Qani pul? Babar nima bo'lganini, nima bo'layotganini tushuna olmay garang bir ahvolda Guppitonning cho'ntagidan tanga olib Aminga uzatdi. Amin pulni guruchga berdi. Guruch pulni olib Babarga o'shqirdi. Qolgani qani? Babar qolgan 2 xurma qatiqning pulini so'rayotibdi deb o'yladi shekilli, xuddi uzr so'raganday, hali olib keladi, xudo ursin agar dedi. Sovuqqa chidolmay yer tepinib turgan Amin ot qorovulga ko'z qisdi. Yana bir pas tur. Sherigini aytsa aytgani, bo'lmasa dalaga olib borib otib tashla. Babarning ko'zlari javdiradi. Meni nimaga ottirasiz amaki? Ottirmay, xotinimni quturgan it qopgan. Juda yomon qopgan. Ishonmasangiz odam yuboring, uyda yig'lab yotibdi. Teshik toshga olib boradiganman. Meni ottirmang. Ishingiz bo'lsa buyuring, Xotam akadan so'rang. Men ishdan qochadigan yigit emasman. Xotinim yig'lab yotibdi axir. Amin chiqib ketdi. Guruch tashqariga chiqib Babar bergan pulni sanab ko'rdi. Pul mo'ljaliga biroz to'g'ri keldi shekilli. Ot qorovulga bir miri choychaqa uzatdi. Qolganini undirsangiz yana bir miri beraman dedi-yu, ketdi. Ot qorovul Babarga baqirdi. Sherigingni aytasanmi yo otib tashlayman? Babar tushuna olmadi. Mening sherigim yo'q. Olqordan bitta o'zim ko'tarib kelganman. Ot qorovulning jonponi chiqib ketdi. Uni turtib tepib do'kondan olib chiqdi-yu, otib tashlagan Eshon buvaning karvonsaroyiga tomon haydab ketdi. Bolalar duv ergashdi. Babar yo'l bo'yi yolvorardi. Jon aka, meni otib tashlamang, Xudo xayr bersin. Xotinimni it qopgan, uyda yig'lab yotibdi. Men do'konga yugurib kirib voqeani aytdim. Kulala bilan dadam ham chiqishdi. Ot qorovul Babarni saroyning to'ridagi teshikdan dalaga olib chiqdi. Bolalargina emas, bir talay katta odamlar ham yig'ildi. Ot qorovul miltig'ini o'qladi. Aytasanmi yo'qmi deb bir ikki o'shqirgandan keyin bir necha qadam orqaga chekindi-yu, Babarning kallasini qoraga olib o'q uzdi. Babar o'q kelib tegishni kutib bo'lsa kerak, og'zini, ko'zlarini katta ochib qimir etmay turar edi. Ot qorovul orqasida turgan odamlarga yuzlandi. Yopiray, bunaqa battol o'g'rini umrimda ko'rgan emasman. Ustidan oshirib o'q uzibman-u, kipri qoqmaydi-ya ablah. Ot qorovul Babarni eltib yana qamab qo'ydi. Ertasiga Babar to'g'risida xunuk bir xabar eshitdik. Bu xabar rost ekan. Tafsilotini ot qorovul gapirib berdi. Ot qorovul Babarni gapga solib ko'ribdi. Uning begunoh ekanini bilgach, qo'yib yuborgani ijozat so'rab, xuftondan keyin Aminning uyiga boribdi. Amin Mingboshnikiga ketgan ekan. Mingboshnikiga shahardan mehmonlar kelgan. Ziyofat avjida ekan. Ot qorovul mehmonxonadagi xizmatkorlar bilan o'tirib qolibdi. Ziyofat saharga yaqin tugabdi. Ot qorovul yo'lda Babar to'g'risida gapirgan ekan. Amin, "Esdan chiqib qopti-ku" dedi va jadallab ketibdi. Kelib gugurt chaqib qarasa, Babar dildirab burchakka tiqilib o'tirgan emish. Uning ahvolini ko'rib Amin, "Ayb o'zingda" deganday shovqin solibdi. "Eshik qulf emas-u, chiqib ketavermaysanmi? Esi past." Babar tishiga tegmay zo'rg'a, "O'zingiz qamab qo'ydingiz-ku, podsholik odamisiz" debdi. Amin eshikni katta ochib yuboribdi. Babar dildirab do'kondan sekin chiqibdi, keyin birdan yuguribdi, yiqilibdi. O'rnidan zo'rg'a turib yana chopibdi. Kim biladi, sho'rli nima uchun xotin savarchining samovariga kirmabdi? Nima uchun biron eshikni taqillatib tong otguncha boshpana so'ramabdi? Bemahalga qolganimdan xotinim xavotir bo'lib, ko'chaning boshida o'tirgandir deb o'ylagan bo'lsa kerak. Ertalab yo'lovchilar Olqorning kiraverishdagi yakka baqaterak ostida cho'qqayib o'tirgan bir odamni ko'rishibdi. Ertalabki quyoshning nurida erib to'kilayotgan bulduruq boshiga, yelkasiga tushsa ham u qimir etmas emish. Borib qarasa, Babar ekan. "Nima qilib o'tiribsan?" deb birov yelkasidan tortgan ekan, Babar ag'anab tushibdi. Bechora sovuqqa qotib o'lib qolgan ekan. Bilmadim. Oradan qancha vaqt o'tdi ekan, Olqordan bir dehqon ketmon peshlatgani keldi. Dadam undan Babarning xotinini so'radi. Dehqon anchadan keyin xo'rsinib javob berdi. Bechora, erining g'amida jinni bo'lib qoldi. Yomon jinni bo'ldi lekin. O'zini urib, tishlab ne azobda o'ldi. Uni quturgan it qopganidan bu odam bexabar edi. Hikoyani eshitib bu yerda quturgan it kim o'zi degan savol paydo bo'lgandir.
Ha, ayolni it tishlagandir, lekin hayotini barbod qilganlar boshqa. Itning tishlash hodisasi esa shunchaki bir turtki bo'ladi. Amaldorlar ham ataylab qilmagandir, lekin davr va muhit ularni shunday behafsala va oddiy odamlar hayotiga befarqroq qilib qo'ygan. Oddiy odamlar ham o'z hayotlariga befarq bo'lganlaridan keyin tashqaridan kim ham ularga jon kuydirsin. To'g'ri. Bu zamonda turib u zamon odamlari haqida bunday deyish noo'rindir. Bu fikrlarimni avvalgi suhbatlarimizda ham aytganman. Bir kun kelib bizning zamondagi ba'zi ishlar ham kelajak avlod tomonidan boshqacha qabul qilinar. Shuning uchun ham men fikrimni tasdiqlovchi ma'noda emas, shunchaki subyektiv fikr ma'nosida qabul qilinishini xohlayman. Hikoyani eshitib bo'lib, ha endi shunday bo'lgan ekanda deb ketmaslik, aksincha fikr qilinishni istaganim uchun hikoya tugagach mana shu gaplarni aytyapman.